Assalomu alaykum, bizni kuzatib boradigan obunachilar, Aydermetning doimiy muxlislari va umumiy ma'noda olib qaraganda o'zini turmush tarzini bizni kuzatib borgan holatda yaxshilab kelayotgan insonlar. Biz yana sizlar uchun aloqadamiz. Bunaqa videolarimiz ko'p chiqadi, bundan buyog'iga ham davom ettiramiz. Yana bir nechta bemorlarni uyga ruxsat berishni boshladik. Xuddi shunaqa bemorlarimizdan bittasi Muhabbat opamiz Tojikistondan kelganlar. Xo'p, o'sha shahardan-da adashmasam, Tojikistonda Dushanbe shahridan kelganlar. Bugun 10-kunlari xolamiz bir necha yillardan beri umurtqa pog'onasi kasalliklari, bo'g'im mushukchak kasalliklaridan qiynaladilar, shikoyatlari bor. Bir nechta tanishlari bilan, ya'ni oilaviy kelganlar, 3 kishi bo'lib, ularni qabul qilgan kunimni men hali ham eslayman. MRTga borib kelganimiz, hammasi bu jarayonda suhbat davomida kelib chiqaradi. O'zlarini shaxsiy tajribalaridan ozgina eshitamiz. Muhabbat opa, nima shikoyatlar bor edi? Kelganingizda qanaqa tuyg'u bilan keldingiz? Shu joyga keldim mana. Tojikiston uzoq joy, buni hammamiz bilamiz. Yaqin joy emas, ikkita shaharlar orasi emas. Kamida o'sha 500-600 ming kilometrdan kelgansiz. Nima tushunchalar va nima shikoyatlar bilan keldingiz bizga? Assalomu alaykum O'zbekiston fuqarolariga. Biz Tojikistondan mana shu klinikani eshitib, bultur singlim keldi, jiyanlarim keldi. Yaxshi bo'lib ular borib maqtashdi. Keyin biz ham mana 3 kishi bo'lib keldik. Kelganimizda shikoyatlarimiz ko'p edi. O'tirib turishlarimiz qiyin edi. O'tirsak suyanib zo'rg'a turardik, yursak ham zo'rg'a turib, picha yurib keyin yurib ketardik. Og'riq ko'p edi. Ya'ni birdaniga harakatga keskin chiqib ketish imkoni yo'q. Ozgina yurasiz, dam olasiz, yana yurasiz, yana dam olasiz. Og'riyardi, zo'rg'a yurardik. Belingizda tolish hissi bo'lardi. Ha, mana Xudoga shukr, MRT qildik, yaxshi. Doktorlarga gap yo'q. Boshida qiyin bo'ldi ozgina. Ha, bir 3 kun oldin qiyin bo'ldi. Boshida qiyin bo'ldi. Kelgan kunimiz 3-etaj deyishdi. Voy, 3-etajga biz qanday chiqar ekanmiz? Qanday qilib tushamiz biz? Yaqinroqda joy yo'qmi? deb qiynalib chiqdik. Yo'q, bir 3 kundan keyin hozir ushlab ham chiqmayman, ushlab ham tushmayman. Hozir qaramayman kelyapti. Bemalol qanday yoshlarga havas qilardim Dushanbedagi. Ha, endi bular yoshda, o'zlari tushib chiqadi litsenziyalarga deb. Yo'q, men ham o'shada tushib chiqyapman hozir. Bizni o'zi mana shu Sergeli filialimizning eng katta bemorlarni qiynaydigan temasi shu. Men ko'p aytaman, hali chiqib tushing, keyin o'rganib qolasiz deyman. Birinchi, ikkinchi kun ushlab, "Voy, nimaga tepaga yotqizdi bizni" deb. Yo'q, osta-osta yaxshi, Xudoga shukr, rahmat. Hammalari yaxshi xizmat qilishadi, halol mehnat bu yerda. Biron bir maxinatsiya yo'q, biron bir chetdan biron narsa yo'q, hammasi tabiiy narsa. Soxtagarchilik yo'q. Soxtagarchilik yo'q. Hamma o'zini ishini qiladi. Terapevt bor, ortoped, travmatolog bor, kardiolog bor. Hammasi har kun kelib tekshirishadi. Yuraklarni ham tekshirishda? Ha, yurak kardiogramma. Yaxshi ekanmi yuraklaringiz? Ha, yaxshi ekan, Xudoga shukr. Uzi ham qilishdi. Hamma narsa ichida, shuni ichida. Bironta tashqaridan bir so'm bir kishiga bir so'm bermaysiz. Medsestralar yaxshi, juda ham yaxshi ukol qilishadi. Men qo'limdan 4-5 joy teshishadi, yo'q. Bir martadan shunday qo'yishadi. Lobar deganimi? Lobar degan yaxshi tushadi. Hammasi qizlar yaxshi. Lobar ham, kecha mana u Dilnoza ham bir martada tushadi. Hammasi yaxshi tushadi. Qaysinisi bo'lsa ham. Rahmat, qizlar hammasi opitli, hammasi muomalalari yaxshi. Eng muhimi shu. Eng muomala. Samimiy kayfiyat va xushchaqchaq muomala. 10 kun turdim, ertagaga ziq bo'lyapman, qanday ketaman deb. Endi uyga qanaqa boraman? Shunday o'rgandimki, qanday ketaman? Xuddi bir kun turgandayman-da, bir kun turganda. Xudoga shukr, yaxshi, ancha. Xo'p, MRT qildirdik. Nima deyishdi MRTda? Nima deyishdi MRTdan keyin natijasini? Belni qildirdingiz, bo'g'imlarni qildirdingiz. Ha, plazma, основной plazma qilishdi. Chustsit qilmaysiz, ukol qilishadi. Bilmaydi. Yo'q, belingizdan nima zardoba jo'natishadi, chustsit qilmaysiz, yo bo'yningizdan. Yo tizzalarimizdan berdi mana, hech ham chustsit qilmaysiz. Juda ham qo'llari yengilda, juda ham ma'qul. Hammaga Xudo nasib qilsa borsak, yana mana shu og'riganlar ko'p, hali ularga ham maslahat beramizki, endi shaqa kelmasa bo'lmaydi. O'sha boya aytganingizdek, belingizdagi achitishlar, yo'q, tizzalarning bukishlik holatlari, o'shalar qay darajada yaxshilandi? Necha foizga yoki? Ha, menimcha bir 70% yaxshi. 100% bo'lmaydi-yu. Endi 100% bo'lmaydi. Uni o'zingiz davom ettirasiz endi uyda. Ha, yo'q, endi men qanday desam, mana shunday o'tirsam, bunday qilib turardim-da. Hozir yo'q, yaxshi turaman, o'tiraman. Bemalol. Endi yoshlikdagi emas-u, lekin oldingina yaxshi. Yo'q, ha, yaxshi. Yoshlik bo'lmasa. Shukr qilsa bo'ladi. Yo'q, shukr emas, yaxshiman. Aytyapman-ku, bemalol mana shunday turaman, o'tiraman.
Birinchi kunlar torat qila olmadik. O'tirib qilish kerak. O'tirib Qilolmaysiz. vobshe qila olmadim. Stolcha qo'yib, oyog'imni yuvdim. Hozir bemalol oyog'im tepaga ko'tarib, toratlarni Ko'rsatma. yaxshi. Endi o'rgandikki javob bo'ldi. Endi bundan buyon uyda davom ettirish kerak. O'zi Rahmat. metodimiz shu. Boshqa joylarda topolmagan nimangiz bor ekan bu yerda? Boshqa joyda yo'q. Ko'rgansiz, davolangansiz, Tojikistonda ham, Toshkentda ham, vodiy sizlarga yaqin, vodiyga borgansiz eng kamida. Umumiy ma'noda olib qaraganda, Ko'p borganmiz biz. Bor, mana shular hamma joyda bor-u, plazma yo'q edi lekin. bitta shunisi yo'q, ha. Keyin kompleks lecheniya degan tushuncha yo'q. Kompleks Ya'ni yo'q. belga borsangiz faqat bel. bitta, yo'q. Bitta doktor hamma joyingizni davolaydi. Bitta, har bitta mutaxassis bor. Ha, u yoqda shunaqa. Bitta. Hmm. Boshqa больницаga borsangiz, bitta mutaxassis hamma joyingizni ko'rib, yozib chiqaveradi. Bitta yo'q, bitta terapevt o'z ishini qilyapti. Travmatolog, ortoped o'z ishini qilyapti. Bo'g'im bo'yicha. Bitta plazmani necha kishi qo'yyapti, misol uchun. Mana u Oybekjon o'zi отдельно qiladi ukollarini, hamma o'zini ishini qiladi, hech kim bilan ishi yo'q. Lekin halol ish. toza Ya'ni ish. o'sha o'zi aytganidek birdamlikda qilinsa va har bitta sohani bemorning holatiga qarab o'sha yondashuv to'g'ri bo'lsaginaki, shunaqa sal bo'lsa ham yaxshilanish bo'ladi va uni davom ettirish faqat o'zingizga Ha, bog'liq. endi shunaqa dedi bugun Odiljon aytdiki, hali sizlar 1% dedi, yaxshi bo'ldilaring, 100% dan 1% hali bu sizlarga dedi. Uyga borib davom ettirsalaring dedi. Keyin yaxshi. Lekin qoldirmanglar dedi. Mana shu bugun borib ertaga bugun dam olay desang, uje kechgasan bir kun. Ha. Shunaqa deyishdi. Ha, keyin hamma narsalari yaxshi, Xudoga shukr, yana rezina oldik, bunaqa g'ildiraklar Uyda oldik. mashq qilgan. Mashq qilgani ham, bunaqa g'ildiraklar oldik. Yaxshi narsalardan oldik. Hay, uyga borib davom ettiramiz, Xudo xolasa. O'sha boyagi 60-70% rezultat 3-kundan boshlandi. Mhm. 3-kungacha shikoyatlar ko'paydimi, kamaydimi? Yo'q, kamayib. Ozgina kamaydi, lekin keskin burilish 3-kundan keyin boshlandi. Shundan keyin boshlanadi. Shuning uchun ham biz 10 kunga lecheniyaga olamizda o'zi. Ha, yaxshi. Hozir 5 kunga deydi, bir xil telefon qilib so'raydi, 5 kun olaman, 6 kun olsamchi, ishim mana bunaqa. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Qachonki vaqt soati chegaralangan va taqsimotda bo'ladi va bizni qilingan narsamiz Iloji bo'lsa kompleks 15 kun olsangiz yaxshiroq bo'ladi. yana dalshi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi deng. Конечно, albatta qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi-yu. Lekin Iloji abadiy yo'q. qolish imkoni yo'q-da bu yerda. Imkoniyat yo'q-da. Ha, uyga borish kerak. Ovqatlari yaxshi, povlarga rahmat. Bamaza ovqatlar. Ovqatlanish haqida. Nima boshqacha bu yoqda? Uyda yeysiz shu ovqatni, lekin Yo'q, uyda ham bor shu ovqatni. nimasi boshqacha shu? Bilmayman, nimasi boshqacha olib kelishadi deyman, sherigimga aytaman, uyga borib qilaman shu. Ataylab oz-oz berishadi. Yo'q, normal, to'yamiz. Sizga ko'proq berishdimi? Yo'q, hammaga bir Mehmonda- xil. Yaxshi salatlari, mana poldinik berishadi. Yaxshi. Обязательно beriladi. Sok berishyapti. Kecha tarvuz berdi, bugun mandarin, olma berishdi. Oz foydali zot bu yaxshi. Zalga necha mahal chiqasiz? Mashq qilgan. Mashq qilganim. Endi ukol qilgan payt chiqmaysiz-ku? Bugun charchadimmi chiqmadim. Bir mahal chiqdingiz. Bir mahal chiqdim. Har kun sahar 1 soat qilardik, fizolichini olib, yana tag'in obeddan keyin borib yana o'zgina mashq qaytardik. O'zi ayollarning vaqti 2 martalaydi. Xudoga shukr. Yaxshi, massajist ham yaxshi bo'lar. Hammasi zo'r. Biron kamchilik yo'q. Hammaga ma'qul. Hozir mashqlarni to'liq o'rgandim deb o'ylaysizmi? Bu yoqdagini? Yo'q, yo'q endi. Men Babi to'liqmasa. hammasiga uladi, bizni kuchimiz yetmaydi. Yoshlar qilyapti, biz kuchimiz yetmaydi. Biz o'zimizni kuchimizga yarasha qildik. Me'yor darajasida. Me'yor darajasida. Charchab qolamiz axir ukajon. Sal endi Lekin babi qilish kerak ekan-a? qilish kerak. Shundan yechim bor ekanmi? Bor ekan, rahmat. Dori-darmonni olish, massajni olish, fizlichinani olish yoki uchalasini birdaniga ketma-ket olish, qayergadir borib 10 kun yotish, 15 kun yotish bilan bu ish hal bo'lmas ekan-a? Yo'q. Bunaqa dorilari ham обычный dorilar. Oddiy o'sha hamma joyda qilinadigan dori. Dori berdi, oddiy обычный ichadigan dorilarki, mana shu organizmingizni zararlamasligi uchun. Bunaqa firma dorilar yo'q bu yerda. Qimmat emas-da, ya'ni Emas. demoqchi bo'lgani boshqa joylarga nisbatan ta'siri kuchli dori emas. Bir joyga borsangiz ta'siri kuchli yozishadi-ku. Lekin foyda Undan yo'q undan. zarar. Ha, undan foyda yo'q. Undan foyda yo'q. Yo'q. Maqsadsizda bu. Maqsad yo'q. Ya'ni uni davomi yo'q. Dori-darmon oldingiz, massaj oldingiz, fizlicheni oldingiz, 10 kun bitta joyda yotdingiz, plazma oldingiz, o'qildingiz-bo'qildingizda uyga borib uni davom ettirmasangiz ma'no yo'q. Demak, tushuncha degan narsa paydo bo'ladi. Bu nima ekan desangiz, umurtqa pog'onasi kasalligi bo'yicha aynan grija eng ko'p xalq tilida aylanadigan narsa shu. Lekin juda ko'p insonlarda grijani o'zidan muammo shikoyat bilan kelmaydi. Xalq tilida aylanadigan grija, bo'g'im kasalliklari, artroz, artritlarning umumiy ma'nosi biomexanikani to'g'irlash ekan.
Yechim nimada ekan Muhabbat opa? Nima yechim ekan bu narsaga? Yechimda bu yerda основной fiziologika ekan u. Eng muhimi, Eng muhimi massaj. Magnit ham zo'r. keyin ovqatlanish. Ovqatlanish. Uni ham to'g'irlash kerak. Uni bugun har kun dars o'tadi-ku Odiljon. Har kun dars o'tadi, tushuntiradiki, eng birinchi ovqatni to'g'ri nima qilinglar. Oqsil bilan to'ldirish kerak mana bu yoqda. Dori bilan emas, oqsil bilan. Yem emas. Ye kamroq. Kamroq. Me'yorida. Me'yorida. Hammasidan. Yog'lini ham, xamirlini ham, boshqani ham, lekin me'yorida. Me'yorida. Keyin uni so'rilishini ham ta'minlash kerak. Bu ham muhim. Oshqozonachak. Aytyapti har kuniki, ja bitta narsani qonlang qopayib, to'ydim demanglar. Me'yorida yeylar, shu sizlarga foyda qilsin. Ob'yomga emas, ya'ni kattaligiga emas, ta'siriga, uning ichidagi mikroelementlarga ko'proq e'tibor qaratish Yaxshi, kerak. rahmat. Baxtiyorjon ham yaxshi, hammaga yaxshi xizmat qilyapti. Malades. Qizlar, rahmat, hammaga rahmat. Mana endi sheriklarim, opam kelgan, pochcham kelgan, hoji bobolar. Ular endi plazma qo'yib topishadi. Ular ham rahmat aytyapti. Shuncha yurdik, aylandik, ko'p joylarga, yaxshi joy ekan shu yer deb. Endi bu Toshkentga ham kelganmiz, 2 marta kelib ketdik boshqa joyga, Toshkentga ham. Ularda ham anaqa massaj yo'q. Anaqa fizlechebnitsa bor, fizlechebnitsa bor, anaqa fizkulturniy nimalari yo'q. Biron gram yo'q. Ya'ni hamma prosedura bor-u, undan umumiy yechim yo'q. Yechim yo'q. Qilinadi o'sha joyida. Ta'siri bo'ladi o'sha kun, 1 kun, 2 kun, 1 oy, 2 oy, shu bilan. Yo'q, unga chiqsangiz chiqasiz, ixtiyoringiz. Mana shunday bitta, ikkita, uchta tamom. Ha, qilsangiz qilib, hech bo'lmasam hech kim zo'rlamaydi. Bitta raqsga tushganda aylanib kelaverasiz. Ko'chada kombina bo'ladi. Baxtiyor qiynadimi ancha mashq qildirib boshida? Yo qiynaltirmadingizmi o'zingizni? Yo'q, qilmadingizmi? Baxtiyorjon boshidan yengil nimalarni mashqlarni beradi. Yengil mashqlarni beradi, keyin osta-osta ertasiga boshqa og'riqqa o'tib ketaveradi. Kuchingizga yarasha beradi keyin. Tushunib Avval beraman. mana uni qilib ko'ring. Kuchingiz yetdimi, yana boshqasini beradi. Kuchingiz yetdimi, boshqasini beradi. Yaxshi bo'ladi, behad, bebaho bo'ladi. Inshaalloh. Foydamiz tekkandan biz xursandmiz. Rahmat. Umumiy holat yuzasidan Rahmat. manfaatimiz tegishi uchungina ishlaymiz. Xolos, Rahmat. bunaqa videolar ham aynan shu narsa uchun chiqadi. Rahmat. Xo'p, Muhabbat opamiz o'zini fikrini bildirishdi. Aynan siz ham umurtqa pog'onasi kasalligi bo'yicha, bo'g'im mushak-suyak kasalliklari bo'yicha yoki umumiy tanadagi biomexanikani buzilishi masalasi bo'yicha qanaqadir shikoyatingiz bo'lsa, bemalol bizga telefon qilishinglar, pastda qoldirilgan nomerlar, adreslar bo'yicha kelib tavsiya maslahat olib ketishinglar mumkin bo'ladi. Hammaga ham biz yordam berishga harakat qilamiz. Qachonki bemorning holatini to'liq o'rganib chiqqanimizdan keyin. Yordam berishlikni ham mana Muhabbat opamiz aytgandek 1% ligini beramiz. Qolganini O'zlaringdan. o'zingizlar qilasizlar. Xo'p, bunaqa videolarimiz hali ko'p chiqadi. Bizlarni kuzatib borlar. Rahmat. Javob bo'lsin, sog' bo'linglar, o'zingizlar Endi Xudo xolasa ertaga borsak uyga, mana shunaqa kasallarimiz bor. ko'p odamga yetkazaman. Tavsiya ko'p odamga yetkazaman hali. Iltimos qilaman, boringlar deyman. Kelishsin, yaxshi bo'lishsin. Qiyshayib yurishdan nima foyda? Hamma narsa bir tarafga, salomatlik bir tarafga. To'ppa-to'g'ri. Salomatlik bo'lmasa, hamma narsa bekor. Salomatlik, sog'lik garovi. Eng muhimi shu. Rahmat, Salimjon.